chiroyligina qilib to'yini boshlagan Sahro ansambli go'zal Sherobod rayonidan qolaversa respublikamizga tanilgan san'atkorlardan Muhammadjon Azimqulov boshchiligidagi bir guruh san'atkorlar bugun sizlarning xizmatlaringizda bo'ladi. Ikkinchidan, mana hozirgina davramizda teleoperator barcha voqealarni tasvirga olib boryaptilar Davron pochchamiz. Bu tasvir bir umrga san'at arxivida o'zlarining oilasida saqlanadi. Shuning uchun o'zlaringizni mana bunaqa video syomkalarga tushgan vaqtda ehtiyotgina, yaxshigina, chiroyligina muomalada bo'lib, shu yaxshigina to'yda yaxshi o'tkazgan ekanmizda, bizlar ham yaxshigina davrani o'tkazib bergan ekanmizda degan ma'noda men o'ylaymanki, bu juda bir chiroyli o'tadi. Endi fursatdan foydalanib san'atkorlardan bitta iltimos qilsak, hammalaringiz mana dasturxonlar, to'kis dasturxonlar sizlarga muntazir bo'lib turibdi. San'atkorlar bitta to'ylar muborak bilan nabiramiz Shamsiddinjonni bobolari davrada bitta taklif etib, davrani bir aylantirib, to'ychi yigitlar shu davrani boshiga bir o'tirib, keyin bir guldiroz qarsaklar bilan shularni hurmati uchun mana Anjirotaning suvlaridan qo'yilgan shu shishalardan har xili bor, adashib achchig'idan olib qo'yamiz, 50-50. Mana shunday qilib keyin so'zlarni davom ettiraveramiz. Navbat san'atkorlarga bitta shu Shamsiddinjonning hurmati uchun o'rinlardan turib, hammamiz baholi qudrat guldiroz qarsaklar bilan shularni bir davraga o'tkazsak. Marhamat, video tasvir ketyapti. Davron pochchamiz hammalaringizni tushirib boradilar hozir. Shunga asosiy e'tiborni shu Shamsiddinjonni ko'proq tushiring bobosiga. Marhamat, navbat sizga.
Albatta Gulduros qarsaklar san'atkorlar nomiga bu yaxshi izzat ikrom davramizni bezagi hisoblanadi. Shuning uchun ham Gulduros qarsaklari bo'lsa, sal biz uchyormiz degan belgi bo'ladi. Bitta Gulduros qarsaklari qayta san'atkorlar nomiga rahmat. Davramiz nihoyatda go'zal va yaxshi davom etyapti. Lekin biz kelishib olgandik san'atkorlar bilan davramizda shu to'ychi yigitlarni bitta davrani aylantiraylik dedik. San'atkorlar aytishdiki, asablaringizni bir joylariga tushirib, sekingina uzoq charchadlaringiz, svet bo'lmadi, bu bo'lmadi deb. Shuning uchun biz sizlarga bir musiqa qilib, salgina tamaddi qilib, insonlar qizishib olishsin, keyin to'ychi yigitlarni bir davrani aylantirishimiz deb kelishib olishgan edi. Endi Shamsinijonning davraga bitta bobolari, Eshali bobo albatta butun ittifoqimiz bo'yicha izzat ikromga, hurmatga ega otaxonlardan bittasi. Dahshatli urushni boshdan kechirib, shunday 14-15 ta farzandni voyaga yetkazib, 50 dan ortiq nevara-yu 70 ga yaqin chevarani o'stirib, nevaralarni o'stirib, buyuk tabarruk zotlardan bittasi Eshali bobo mana shu davramizda o'tiribdilar. Shamsinijonning bobolari bu
bunday to'ylarni nasib etib, bu davralarni chiroyligina qilib o'tkazish hammaga ham shuni buyuraversin. Otaxonlar davrani bezagi bo'lib, oltin bir dur bo'lib, shu hayotni tarixida qoladirgan bir shunaqa bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, Shamsiddinjonni hozir davrada bobolari, Haydar amak hozir davrada bitta aylantiradilar. Bahoni Qudrat hammamiz o'rnimizdan turib, shu to'ychi yigitni bitta izzat ikromiga yetib, undan keyin navbatni shu mahallamizni Vandob qishlog'ida, qolaversa respublikamizda o'qituvchilar orasida ham, butun mana gazeta sahifalarida ham, boshqa sohalarda ham tanish bo'lgan Davlat akamiz ishtirok etyaptilar. Ko'p to'ylarni, soqlarni boshlig'i. Men to'g'risini aytsam, shu o'zim ham tilim kalmaga kelmasdan turibdi, Davlat akamni ko'rib, ustoz soqlardan bittasi, keyin navbatni Davlat aka Barotovga beramiz. Qani marhamat to'ychi yigitlarni to'ylar muborak kuyi bilan bitta aylantiraylik degan taklifnoma tushgan. Navbat san'atkorlarga qani Shamsiddinjonni davraga bir aylantirsangiz degan taklif tushyapti. Marhamat. Tabrik so'zi Shamsiddinjonni bitta tabriklasangiz. Mana davramizda ustoz o'qituvchilar, shifokorlar, har bir kasb egalari qatnashyapti, ishtirok etishyapti. Shu Shamsiddinjonni bugungi sunnat to'yi munosabati bilan so'z navbatini sizga bersak, bitta tabriklasangiz. Marhamat ustoz. Aziz mehmonlar, uzoq yaqindan kelgan birodarlar, elimizning eng zukko insonlari bugun mana davra atrofiga yig'ilib turishdi. Agar soati 11-12lardan keyin she'rga o'tiring desam o'tirmaymiz. Bir havuch duo bergandan keyin Shamsiddinjonni bugungi to'ydan keyin agar duo bersa hech kim o'tirmaydi. Lekin bugungi qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan mana shu Eshali bobo xonadonida biz bosh aybdorni aytishimiz kerak bugungi kechani. Hali Shavkatlar bilan Gulsalar hali yosh. Chunki ularning otalari davraga o'tirgan ekan, biz bu otalardan minnatdor bo'lishimiz kerak. Haydar bobo Choriyev bilan Eshali bobo Rahimovlarni hamma taniydi. Shular tufayli o'sha mehnatkash insonlar tufayli, zahmatkash insonlar tufayli mana bugun Shavkatjonning xonadonida, Gulsaraxonning xonadonida do'stlar bazmga to'yga to'planishgan. Az birodarlar, biz Vandob mahalla qo'mitasi nomidan sizlarni mana bugungi shu to'yga kelishlaringiz bilan chin qalbdan tabriklab, sizlarga mahalla qo'mitasi nomidan sihat salomatlik, hammalaringizga shu yerda qatnashayotgan qora ko'zlarning kattasidan kichigigacha uzoq umr tilaymiz. Omon bo'linglar doimo. Bitta tilagimiz shuki, hammani Xudo, Alloh taolo mana shunga yetkazsin. Shunday to'y tomoshalarda bir nechtasini o'tkazsin. Boya aytganimizdek, Safarjon aytgandek, mana shunday yaxshi kunlarga orzu havas bilan yetaylik deganlar ham bor, yetolmaganlar ham bor do'stlar. Qachonki mana bugun davramizda o'sha orzu umidlarni intizorlik bilan kutib ketganlarning ham hurmati uchun yaxshi o'tkazishimiz kerak. Chunki ular atrofimizda parvona yo'q emas ular. G'oyibdan yo'qolgan emas. Hammasi shu yerda turibdi. O'tgan avlod ajdodlarimiz ham. Shuning uchun davramizda mana shunday ajoyib insonlar o'tiribdimi? Biz ularning navirasi, chevarasi, evarasi va qolaversa bundan keyingi 7 pushtan qoladigan avlod bo'lamiz. Shuning uchun mana Shamsiddinjon
bugun ota-onasini eng turmush farzandi. Ular juda yaxshi mehnatkash inson. Men ko'p yillardan beri bilaman, Gulsarani ham, Shavkatni ham o'qitganman. Biz niyat qilgandik, mayli doktor bo'lsin, o'qituvchi bo'lsin degandik. Qanday kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar haqiqiy inson ular. Sof vijdonli, mehnatkash. Mana bir kun o'tayotib, bir oy, 2 minutlik vaqtlaringizni olsaman. Tegirmon oldidan o'tayotsam, Gulsara mashinasini ham haliga o'sha yerga olib boribdi, tikish bichishni ham qilyapti. Tegirmon bu tomonni quyoshda o'sha yerga o'tirib, tegirmonni aylantiryapti, elektr toki. Yana yonida u ham mashinani aylantiryapti. Ha desam, domla to'y tashvishidan deydi. Ana shunaqa bo'ladi, to'y tashvishi joy tanlamaydi. Tegirmon oldimiz shubhami qayer bo'lsa o'tkazish kerak dedik. Biz taklif qildik o'tkazib deb. Mana Haydar bobo yaxshigina bir tegirmon qurib berdi. Bu el yurtni obodonchiligi. Haydar boboni bu bilan 25-tegirmon ekan Surxondaryo viloyatida. Va Safarjon aytgandek, Ayeshali bobo va aytganimizdek eng og'ir urushni kechirgan haqli inson. Agar shu kechaga o'tirganlar hammamiz bahamjihat bo'lib, yaxshi bo'lib, ittifoq bo'lib, shu kechani yaxshi o'tkazsak, mana shu ikkita insonning bag'ri keng bo'lib, doim siz bilan bizni hurmat qiladi. Bitta tilagimiz shuki, davrida yoshlar ham o'tiribdi, keksalar ham o'tiribdi. Har kim o'z o'rnini bilsin. Bizni mahalla qo'mitasida o'tgan to'ylardan keyin doim yaxshi gaplar qolyapti. Doim ko'ngilga, odamlarning ko'nglini ko'taradigan gaplar qolyapti. Lekin bironta to'y ko'ngilda qoladigan darajada bo'lmayapti. Meni bitta tilagim shuki, atrofga aylantirgan har bir qora ko'zga shu kunlar musharraf bo'lsin. Har bir insonning topgani yaxshi kunlarga ketsin. Do'stlar davrasiga ketsin. Safarjon sizga katta rahmat. Boya meni juda maqtavardingiz, lekin biz bu davraga mehmon otangdan ulug' deb men shu davrani sizga bag'ishlaganman. To'g'ri, men o'tiraman oxirigacha mahallaning vakili sifatida. Bizlar ham yoshimiz o'tyapti, 50 ga boramiz. Bizlarga yoshlar kerak, davomchilar kerak. Shunday uzoq joydan Pattakesar degan bir qadimiy viloyatlardan Al-Hakim Termiziyning vatandan kelgan 25-30 ta haligi ziyoratga joylarni ziyorat qilib kelgan odamga so'z bermasangiz nomardlik bo'ladi. Shuning uchun men ko'nglaringizga kelmasin, bir sohada ishlayotganligimiz uchun emas, aka-ukaligimiz, men sizni hurmat qilganim uchun shu davraga nima qildim. Aziz do'stlar, Shamsiddinjonni ota-onasini ham, bobo-momolarini ham hammasini bu ulug' ayyom kun bilan tabriklaymiz. Meni bitta niyatim do'stlar omon bo'lsa bas. Katta rahmat hammalaringizga. E'tibordagilar bo'lsin. Haqiqiy qalbimdan otilib chiqqan ilk ustozga egilgan salomim bu. Davlat aka rahmat. Haqiqatan ham Vandoq qishlog'i men boshlanishidan tarixdan yetib keldimki, shu qishloqni toshidan boshlangan 12 kilometr tog'dan nariga enib borgan daryoni soylarida izlari qolgan toshlardan enib kelib, toki u yog'i jonalimi, boshqami shu tomonlarga ham odamlar yashab kelyapti. Shulargacha aytib kelyapmanki, bu qishloq butun Mo'g'ra'un nahrida o'zini izi bor qishloqlardan bittasi, tarixda bitilgan qishloq. Hamma tomonlama o'zini o'rni bor. Shuning uchun ham bu qishloqni qancha izzat ikrom qilsak ozlik qiladi. Endi keling, navbatdagi so'zni shu meni yonimda bitta yigit o'tiribdilar. Men bitta qalbim jo'shgan, o'zimni qalbimga to'lib toshgan bir ikkita so'zlarim bor. Shu tabrik so'zini menga bersangiz o'rtoq rais deb aytdilar. Men Toshxo'rt qishlog'idan Akbarali Qodirovga so'z navbatini beraman. Marhamat, so'z navbati Akbaralijonga. O'zlarining she'rlari bilan, o'zlarining bir raqslari bilanmi, o'yinlari bilanmi, balki kulgilari bilanmi shu davrani bitta yaxshi bezab bitta tabrik so'zini aytadilar. Marhamat. Rahmat rais, so'z berganingiz uchun. Mana bugun shu Vandoq qishlog'imizga ayni bizlarning bo'g'ay kalonlarimiz ham Vandoqi deydilar. Mana shu kecha Shamsiddinjonning to'yiga qatnashib turar ekanmiz. Men bu Shamsiddinjonga Moysin chinorining emas, Vandoq chinorining umridek 1000 yillik umr tilayman. Vandoqning oqib turgan suvlaridek tup-tunuq ularning hayotining
ham yashaslik ham hech totuvligini tilayman. Keling do'stlar, tilagim shundan iboratku. Biz uchun dunyo tinch bo'lsa-yu, do'stlar salomat bo'lsa bas. Tilagim shundan iboratku, dushmonga qirg'in kelsa bas. Aroqning harom to'xta. Sharobning harom deydilar. Payg'ambar himmatiga harom bo'lsa-da ichamiz, payg'ambar hurmatiga. Ammo bu qadoqdagi aroq sharob emas, aroqdir. Aroqning harom dermish Allohning himmatiga. Kelingki pok qilib ichaylik Allohning hurmatiga. Aroqning kim chiqargan? Ivan bilan Stepan. Ivan Stepanning sog'ligi uchun chiqishda istakan. Aroq derku men emasmi? Ichimlikning sultoni. Keling do'stlar, biz emasmi? Ichimlikning mehmoni. Men bu aroqning kayfining do'stlar ichida tortaman. Keling dunyoning lazzatin tilonni billa tortaman. Rais bola, so'z berganingiz uchun rahmat. İçip o'ltirsam keldi bir nola. Ol meni sharobga to'ldir ey bola. Choyu may birmasmi desam ul dedi. Men hayyom gulidan bo'lgan piyola. Shamsinjonni sog'ligi uchun, Akbaralining so'zlari uchun, tasdiq uchun 50 gram qadoqlarga qo'yilgan guloblardan olishlaringizni iltimos qilib so'raymiz. Video tasvirlar ketyapti. Davron pochchamiz nomlariga ham bitta guldiroz qarsak bo'lsin. Chunki pochchamizning nevara-chevara to'ylariga ham xizmat qilaylik. Rahmat. Navbat san'atkorlarga davrani bezab bitta o'yinlardan qilib, shunday bir xuddi bir qizishib, shunday bir davrani qiziqtiraylik o'rtoqlar. Rahmatli bir o'yinchi, san'atkor, nabira shoirlarimiz ko'p bo'lsa kerak, qarindoshlari hammasi san'atkor. Navbat san'atkorlar, hamma san'atkorlar.
Kishilar so'zlayvermasin. Uzoq yaqindan kelgan qarindoshlar so'zlasa qanday bo'ladi deb meni nomimga ko'p taklifnomalar tushyapti. Lekin she'rda bir ikkita mana daftarlar bitilib turibdi-ku, shu daftarlarga o'zlarini istak so'zlarini bildiraman degan kishilar uchun biz so'zni hech qachon chegaralanmasdan so'z navbatini beraveramiz. Lekin davramizda eng hurmatli bitta akamiz qatnashyaptilar, do'stimiz. Respublikamizda qolaversa, butun ittifoqda qolaversa, jahonda ham mana shu tuz g'orlari bilan davolash sirlari hali muammo bo'lib turgan bir vaqtda Vandop qishlog'ining sharofati bilan Tuzqonni tuzi bilan hamma joyga Mo'g'ro nahrini tuz bilan ta'minlagan bir qishloqni izzat ikromi bilan, hurmati bilan tuz nom bergan yurt dunyoda eng yomon kasallik hisoblangan astma kasalligiga o'zining tuzini g'ori bilan shifo beryapti. Bu sizlar o'ylaysizlarki bu tuzqon bir tuzni olib chiqib ketyapti. Ya bu yerda bir chang bo'shab o'tdi-da, bir 60 ta shifoxona bor ekan, shu ekan deb yurasizlar. Gap bu emas. Amerikalardan qaror qilsa, qolaversa boshqa chet mamlakatlarda meni o'zim bir nechta davlat rahbarlari bilan shu yerda ishtirok etganman. Shuning uchun ham shu tuz qonining glavrachi, bosh vrachi Rustam Bozorov sherga ishtirok etyaptilar. Rustam Bozorovich viloyatimizdagi shifoxonalarning eng oltinini boshqaryapti. Boshqalari hammasi kumush. Shuning uchun bitta guldiroz qarsaklari bilan Rustam Bozorovich nomiga bitta guldiroz qarsak bilan so'z navbatini Rustam Bozorovga bersak. Marhamat. Oltin qonni boshlig'isiz. Rahmat rais sizlarga uchun mana bugun Shamsijonning sunnatiga qatnashgan ekanmiz. Men o'zim shaxsan oilam nomidan, Xo'jaykon shifoxonasi kollektivi nomidan bu bolaga uzoq umr, baxt tilayman. Bu mana ikki bobolar turibdilar, bobolardan ziyodroq yigit bo'lib o'ssin. Otasidan ziyodroq, bobolardan ziyodroq yigit bo'lsin. Mana bugun sunnatga qatnashgan ekanmiz. Ya bir necha yillardan keyin usul oqshomlariga kelib kimgan shaharlarni davrimizni yana bundan kengaytirib o'tiraylik. Rahmat rais va sizlarga aytishim. Qatag'on rahmat sizga salomatlik, sog'lik, shu 500 o'rinli shifoxonani ishga tushirib, qolaversa mana shu yerda tarjimonlar, Fransiyadan keladigan tarjimonlar, İtalya'dan keladigan tarjimonlar, Germaniyadan keladigan tarjimonlar, Arabistondan keladigan tarjimonlar, Pokiston, Urdu, boshqa mamlakatlardan keladigan tarjimonlarga xizmat qiladigan mutaxassislarni shu Vandop qishlog'idan keyingi ishlaringizda rivoj, Shamsiddinjonni to'yi uchun bitta davrani aylanib o'ynaysiz. Tuzqon nomidan ana undan keyin sizga keyin yana rahmatnomamizni aytaveramiz. Marhamat, navbat vandoplik o'yinchilarga va san'atkorlarga. Marhamat san'atkorlar. Gel
sanki aman yok. Canım ay canım aman yok. Savcı böyle sanki aman yok. Canım ay canım aman yok. Savcı böyle sanki aman yok.
Gezerim aşık mavi, bir gördüm aşıkım. Bir gelir kimdiğin mavi mavi. Gezerim aşık mavi, bir gördüm aşıkım. Bir gelir kimdiğin. Yormunu oynama, bilmeye söyleme. Yormunu oynama, bilmeye söyleme. Yıkıta karıştırın, yaşlarını dinleme. Yıkıta karıştırın, yaşlarını dinleme. Vay diren, vay 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 diren. Vay 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 diren, vay diren. Vay diren, vay 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 diren. Vay 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 diren, vay diren.
Oshing bilan nimlaysan? Ko'zing bilan tuzlaysan? Oshing bilan nimlaysan? Ko'zing bilan tuzlaysan? Qaysi bo'yni qiziqsan? O'rganmoqqa cho'laysan? Qaysi bo'yni qiziqsan? O'rganmoqqa cho'laysan? O'tgan kumushni poylar, uchonlar yomon chollar, o'tgan kechirini poylar. Kişere boş bir şeyler, o şey gelmezsen şeyler. İki yana boş bir şeyler, o şey gelmezsen şeyler. İnsan konuyu şişirer, öldüm canım midesinden. İnsan konuyu şişirer, öldüm canım midesinden. Sozgina bitta Shamsizjonni tabriklaysiz ustoz. So'z navbati sizga. Marhamat. Navbat sizga. O'rtoqlar, azizlar, mana bugun Eshata xonimni xonadoniga katta to'y bo'lyapti. Mahalla raislari, mahalla komitetari gapirdi. O'rtoqlar, boyagi raislik qilayotgan odamni o'zimizni kadrimiz. Eng olisda tanilgan kishi Safarjon. Safarjon ham o'zimizni kadrimiz. O'rtoqlar bilan to'ylari mustaqilligimizning 4 yiliga to'g'ri kelyapti. Hovlisimizning hamma rayonlardan mehmonlar kelishgan. To'ychidan chiroyli o'tyapti. Shamsizjon to'ylariga mamnuniyatlar tilayman. Har kim kelishda araq qo'yaversin, araq yo'qmaydi. Kecha araq bo'sh. Eshitda ham topgani, yersa to'yda o'rniga araq yo'qmaydi ular. Shu kattakon rahmat so'zlar uchun. Biz egilib yana ham ta'zim aytamiz. Hozir 50 gram
Mana so'zlaringiz uchun olamiz. Lekin Turkmanistondan mana shu yerda bitta mehmon qatnashyaptilar. Qulto'rayevlar oilasidan. Shu kishida bitta so'z bor ekan. Toshboqda. Turmush o'rtog'i. Turmush o'rtog'i. Yerda tug'ilgan. Turmush o'rtoqlari mana shu yerda ishtirok etyaptilar. Vandobda tug'ilgan. Vandobda tug'ilgan, shu yerda o'sgan, shu yerga qo'ngan. Shu kishiga bitta tabrik so'zni bersak, Turkmaniston Respublikasiga kelgan kishi. Marhamat. Söz navbati shu kishiga. Aziz o'rtog'lar, uzoqdan va yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun biz yani Shavkatjon, onun umrlik yo'ldoshi Gulsarajonlarning farzandi Shamsiddin jonlarning to'yida o'tirar ekanman. Men bularga uzoq umr, qisqacha aytganda bir jon sog'lik, Ağzı birlik. ozirlik, ozirxon. Men xo'jayinim ham shu yerda tug'ilgan. Yani xo'jayinim aytadi deb qo'ying. Bu yerni xo'jayinning o'zi tug'ilmaydi. San'atkorlardan iltimosim, yaxshi bir mustaqbal degan ashulani aytsa, biz esa Turkmanistondan kelgan mehmonlarimiz Shamsiddinjonning to'yini tabriklaymiz. O'ynab, raqsida esa Turkmanistondan kelgan mehmonlar. Men bağışlayapman. Endi san'atkorlardan bitta istagimiz Kızlar,
Thank you.